هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Furqan tefsiri 35. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Furqan suresi 35. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Şübhisiz ki biz Musa'ga kitap yani Tevrat'ını ata kıldık hem de onun qarindişi Harun'ni onun yardımcı kıldık. Ulağa bizning oyatlarimizni inkar qilgan qavmga beringlar dedik. U qavm kufrda ching turganlikdan ularni dahshatli turda halok qildik. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkar qilgan chaqda ularni g'arq qildik hamda ularni kishilarga ibrat qildik. Zalimlarga oxirat qattiq azob tayyorladik. Ad qavmini, Samud qavmini, Ras aholisini ve ularning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik. Har bir qavmga nurg'un misollarni bayon qildik. Va'z nasihat unum bermaganlikdan har bir qavmni halok qildik. Ular haqiqatan Shamga berib kelishda yomon yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirilgan shahardan o'tdi. Acaba ular onu görüp ibret almamdı? Yok, yani ibret almaydı. Ular kıyamet günü qayta terilishini ümit qilmaydi. Quraysh müşriklerini qo'rqitish to'g'risida. Allah Taala bu yerda payg'ambari Muhammad alayhissalomni inkor qilgan va uningga qarshi chiqqan, uning qavmidan bo'lgan mushriklarga tahdid soladi. Ularni payg'ambarlarini inkar qilgan ilgirki ummatlarga tushirilgan jazosidan va qattiq azobidan ogohlantirdi. Alloh Taala ularga tahdid silib va ularni ogohlantirib, ularga Musa alayhissalomning qissasini bayon qilishga boshlaydi. Alloh Taala Musa alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. Onun bilan billa onun qarindishi Harunni payg'ambar hamda yordamlashgich qilib avatdi. Fir'aun va uning odamlari u ikkisini inkor qildi. Shuning bilan Alloh Taala ularni halok qildi. Alloh Taala bu vaqt mundaq dedi. Alloh ularni halok qildi. Makka kofirlarimi shundoq oqibatga qoldi. Shuningdek, Nuh alayhissalomning qavmi Nuh alayhissalomni inkor qilgan edi. Alloh Taala ularni halok qildi. Biror payg'ambarni inkor qilgan kishi hamma payg'ambarlarni inkor qilgan bo'ladi. Chunki bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning orasida hech bir farq yo'q. Agar Alloh Taolaning ularga hamma payg'ambarlarni payg'ambar qilib avatadiganligi faraz qilingan taqdirdimi, yana ular u payg'ambarlarning hammasini inkor qiladi. Shunga Alloh Taala mundaq dedi. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qilgan chaqda ularni g'arq qildik. Amaliyotda bo'lsa, ularga Nuh alayhissalomdan boshqa hech payg'ambar kelmadi. Nuh alayhissalom ularning ichida 950 yil turib, ularni Alloh Taala tarafiga chaqirdi va Alloh Taolaning azobidan ogohlantirdi. Uning bilan faqat ozg'ina kishilar iymon etdi. Shunga Alloh Taala ulardan bir nima qo'ymay suvga cho'ktirib etdi. Yer yuzida odam avlodidan faqat kiyimidagilar qoldi.
Hamda ularni kishilarga ibrat qildik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Shubhisizki Nuhning zamonida cho'ng suv yomg'irab ketgan chaqda sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kemaga soldik. Sizlarga uni ibrat qilish uchun tutib oladigan quloqlarning uni tutib olishi uchun biz shunday qildik. Ya'ni sizlarni suvga cho'kib ketishdan qutqizib qolganlikdan sizlarni Alloh taologa iymon etgan va uning buyrug'iga ishongan kishilarning avlodidan qilganlikdan iborat Alloh taoloning sizlarga bergan ne'matini eslashinglar uchun dengizning to'lqinlarida yurishinglar uchun sizlarga kema qoldirib qo'ydi. Ad qavmini, Samud qavmini, Ras aholisini halok qildik. Ya'ni Ad qavmi bilan Samud qavmining qissasi Sura A'rofda tafsili bayon qilindi. Ammo Ras aholisi kelsak, Ibn Jurayj, Ibn Abbosning ular bo'lsa Samudning bir kentining aholisidir deganligini rivoyat qiladi. Savri Abu Bukayradan Akrimaning Ras bo'lsa ular payg'ambarini dafn qilgan quduqning ismidir deganligini rivoyat qiladi. Ve ularning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik. Ya'ni yuqorida bayon qilingan ummatlarning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Har bir qavmga nurg'un misollarni bayon qildik. Ya'ni biz ularga hujjat paketlarni bayon qildik va dalillarni ro'shanlashtirib berdik. Qatada bu oyatning ma'nosi biz ularning iymon etmaslikqa bana sebep ko'rsatishiga sababchi bo'ladigan shubhilarning hammasini yo'qotdik deganlikdir dedi. Va'z nasihat unum bermaganlikdan her bir qavmni halok qildik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Nuhdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular haqiqatan Shamga berib kelishda yomon yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirilgan shahardan o'tidi. Ya'ni ular Lut qavmining shahridan o'tidi. U shahar bo'lsa Alloh taolo dum ko'mtirib o'tish va sapal toshlarni yog'dirish bilan halok qilib o'tgan Sodom shahri va uningga tava bo'lgan yerlardir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiriluvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan atigan oqshomda o'tib tursizlar. Sizlar tushunmamsizlar? U shahar Qurayshlar Shamga boradigan yo'l ustida haqiqatan helimu mavjud bo'lmoqda. Shuaybning payg'ambarligini inkor qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ular, ya'ni bu ikki shaharning har ikkilisi shubhisizki oshkora yo'l ustidadir. Ey Makka aholisi, ulardan ibrat olmamsizlar? Acaba ular uni ko'rib ibrat olmamdi? Ya'ni Qurayshlar u shahar kishilarining payg'ambarni inkor qilganligi va Alloh taoloning buyruqlariga qarshi chiqqanligi sababidan ularga tushgan azobdan ibrat olmamdi? Yo'q. Ya'ni ibrat olmaydi. Ular qiyomat kuni qayta tirilishni umid qilmaydi. Ya'ni u shahardan o'tgan kofirlar uningdan ibrat olmaydi. Chunki ular qiyomat kuni qayta tirilishni umid qilmaydi. Ular seni ko'rsa faqat masxir qilib bilib, Allah payg'ambar qilib avatgan mushumu? Agar dinimizda ching turmasak, Muhammad bizni ilohlarimizdan ozdirib etkili tas qalatdi dedi. Kim
Kimning yo'lining eng xato ekanligini ular oxiratda azobni ko'rgan chaqda biladi. Aytib baqsangchi, nefs xohishini iloh qilib olgan odamga nefs xohishiga ergishishdan uni saqlash uchun homiy bo'la olamsan? Ularning to'lisini gapingni anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb gumon qilasan. Gumon qilamsan? Ular tushunmaslikda faqat chahar paylarga o'xshashdir. Balki ulardanmi batta gumrohdir. Kafirlarning Peygamber aleyhisselamni mazaq qildiganligi to'g'risida. Allah Teala müşriklarning Peygamber aleyhisselamni ko'rgan vaqtida uni masxir qildiganligidan xabar berdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi: Kafirlar seni ko'rgan chaqda sizlarning ma'budlaringlarni ayiblaydigan odam mushumu deyishib seni masxir qilishidi. Ular seni ko'rsa faqat masxir qilib olib Allah peygamber qilib avatgan mushumu dedi. Yani ular bu sözlerini kemsitish ve mazaq qilish yuzidan deydi. Shuning uchun Allah Teala ularni jazoladı. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi: Senden ilgari o'tgan nurg'un peygamberlar haqiqatan masxir qilindi. Kafirlarga berildigan azobni bir muddat kechiktirdim. Ondan ularni jazoladim. Ularga bergan jazoim qanday ekan? Agar dinimizda ching turmasak, Muhammad bizni ilohlarimizdan ozdirib etkili tas qalatdi dedi. Yani ular bu so'zidan agar o'zlari butga ibodat qilishda ching mustahkam turmaydigan va davomlashmaydigan bo'lsa, Peygamber aleyhisselam özlerini butga ibadet qilishdan yüz öğretishga tas qalatdi deganni ko'z tutatdi. Allah Teala ularga tahdid qilib mundaq dedi: Kimning yo'lining eng xato ekanligini ular oxiratda azobni ko'rgan chaqda biladi. Kafirlarning özlerinin xohishlarini iloh tutib olganligi va ularning 4 putliq hayvonlardanmi bek gumrohlikda ekanligi to'g'risida. Allah Teala payg'ambariga Allah Teala tarafidan bedbaxtlik va gumrohlik tutib etilgan kishini Allah Teala'dan boshqa birisi to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi deganni eskartib mundaq dedi: Aytib baqsangchi, nefs xohishini iloh qilib olgan odamga nefs xohishiga ergishishdan uni saqlash uchun homiy bo'la olamsan? Yani u xohishida qandaq narsani chiroyli sanasa va chiroyli ko'rsa, u narsa uning dini va prinsipi bo'lib qoladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi: Özünün yaman ameli chiroyli ko'rsatilgan, shuning bilan uni chiroyli hisoblagan kishi hidayet topgan kishi bilan o'xshashmi? Allah haqiqatan xohlagan kishini gumroh qiladi, xohlagan kishini hidayet qiladi. Aytib baqsangchi, nefs xohishini iloh qilib olgan odamga nefs xohishiga ergishishdan uni saqlash uchun homiy bo'la olamsan? İbn Abbas İslam kelishdan burunqi davrda bir kishi oq toshga ibodat qilatdi. Ondan boshqa narsani uningga chiroyliroq ko'rsa, boshqa narsani uningdan chiroyliroq ko'rsa, chiroyliq deb qaraganga ibodat qilib, burunqisini tashlab o'tdi dedi. Ularning to'lisini gapingni anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb gumon qilamsan? Ular tushunmaslikda faqat chahar paylarga o'xshashdir. Belki ulardanmi beter gumrohdir. Yani ularning hali otlab yurgan 4 putliq hayvonlarninkidanmi yomondir. Chunki u hayvonlar asli yaratilgan vazifasini o'rinlaydi.
u kofirlar bo'lsa asli shirki yo'q bir Allohga ibodat qilishga yaratilgan edi. Ular bunda qilmay boshqasiga ibodat qildi. Ularga hujjat paketlar va payg'ambarlar kelgan turug'liq Alloh taologa shirik keltirdi. Rabbingning sayini qandoq so'zganligini ko'rmadingmi? Agar xolisa uni albatta muqim qiladi. Ondan quyoshni sayiga dalil qildik. Ya'ni kunning chiqqanligini sayining borligiga dalil qildik. Ondan uni asta-asta yo'qotdik. Alloh sizlarga kechini libos, uyquni bedeninglar uchun rohat qildi. Kunduzni terikchilik uchun zaminda yeyiladigan vaqt qildi. Kunduzni terikchilik uchun zaminda yeyiladigan vaqt qildi. Alloh taolaning borligini va uning qudratining kattaligini ko'rsatadigan dalil paketlar to'g'risida. Alloh taolo bu yerdan boshlab o'zining borligini va o'zining xilma-xil va bir-biriga qarama-qarshi keladigan narsalarni yaratgan mukammal qudratini ko'rsatadigan dalil paketlarni bayon qilishga boshlab mundaq dedi. Rabbingning sayini qandoq so'zganligini ko'rmadingmi? İbn Abbas, İbn Umar, Abu Aliye, Abu Malik, Masruq, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Nakhai, Zahak, Hasan, Qatada, Suddi va boshqalar bu tongdan keyin kun chiqishi bo'lgan orliqdir dedi. Agar xolasa uni albatta muqim qiladi, ya'ni yo'qib ketmay davomli turadigan qiladi. Alloh taolo xolasa shunda qila oladiganlik to'g'risida mundaq dedi. Aytib beqinglarchu, agar Alloh kechini sizlar uchun qiyomat kunigacha uzun so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga yo'riqlik elib kelalaydi? Sizlar anglamamsizlar degan. Aytib beqinglarchu, agar Allah kunduzni sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga orom ilishinglar uchun kechini ilib kelalaydi? Sizlar ko'rmamsizlar degan. Ondan quyoshni sayiga dalil qildik. Ya'ni kunning chiqqanligini sayining borligiga dalil qildik. Ya'ni quyosh chiqmagan bo'lsa edi, sayi bilinmaydi. Chunki har narsa uning qarshisidagi narsa bilan yaxshi toniladi. Qatada va Suddilar Alloh taolo quyoshni toki quyosh sayining hammasining ustiga tushib bo'lguncha sayiga egishib turadigan dalil qildi dedi. Ondan uni asta-asta yo'qotdik. Ya'ni sayini asta-asta yo'qotdik. Suddi bu oyatning ma'nosi ustiga quyosh tushib turgan o'g'zining yoki daraxtning ostidagi sayidan boshqa yer yuzida hech sayi qolmasin deb sayini yoshirin yo'qotdik deganlikdir dedi. Alloh sizlarga kechini libos qildi. Ya'ni Alloh taolo kechini qorong'uligi bilan bar bo'lgan hamma narsalarni yeyib turadigan yopqichi qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Qorong'uligi olamni qoplagan kechi bilan qasamki, uyquni bedeninglar uchun rohat qildi. Ya'ni Alloh taolo uyquni tanning rohat elishi uchun hareketlerini özüdüğan kıldı. Hareketlerini özüdüğan kıldı. Çünkü insanın cismi gündüzdeki turmuş yolunu kamdaş için zımınğa yiyilişte
qilgan ko'p harakatlaridan charchaydi. Kech kelib jahon tinchlansa, harakatlarmi to'xtaydi. İnsanning a'zolarimi rohat oladi. Shuning bilan kechidagi uyqu bilan tan va jonning rohati quliq keladi. Kunduzni terikchilik uchun zaminda yeyiladigan vaqt qildi. Ya'ni Alloh taolo kunduzni kishilar o'zlarining turmush yo'llarini qamdig'ili, kasb va tijoratlari uchun yeyiladigan vaqt qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Sizlarni kechida aram olsin, kunduzda hayotlik yo'lida harakatlanib, Allohning fazlini talab qilsin va Allohning ne'matlariga shukr qilsin" deb, sizlar uchun kecha bilan kunduzni yaratishi Allohning rahmatidandir. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Furqon tafsiridan 47-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.